Assalomu alaykum, seshanba tongingiz xayrli bo'lsin. To'g'ridan to'g'ri efirda Zamon informatsion dasturi. Studiyada men Nigora Elmurodova. Prezident Shavkat Mirziyoyev kecha 16 fevral kuni kosmosga sun'iy yo'ldosh uchirish hamda birinchi o'zbek fazogirini tayyorlash bo'yicha dastlabki ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Dastlab shu haqda. Taqdimot davomida ta'kidlanganidek, bugun dunyoda raqobat yangi bosqichga chiqib, iqtisodiy qudrat tabiiy boyliklar bilan emas, intellektual salohiyat va texnologiyalar bilan o'lchanmoqda. Kosmik texnologiyalar esa strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biriga aylandi. Mamlakatimizda kosmik ma'lumotlardan foydalanish boshlanganiga ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, qisqa vaqt ichida sezilarli amaliy natijalarga erishildi. Davlat kosmik monitoringi ishga tushirilib, ushbu tizim proaktiv ravishda ishlamoqda. Shu bilan birga, so'nggi 5 yilda masofadan zondlash ma'lumotlarga talab 3 karra oshgani, hozirda kosmik monitoring bilan 10 dan ziyod davlat idoralari va barcha hokimliklar ishlayotgani ko'rsatib o'tildi. Kosmik sohada uzoq muddatli va barqaror milliy tizim, sun'iy yo'ldoshlarni boshqarish, ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardan amaliyotda foydalanish infratuzilmasini shakllantirish muhim ekani qayd etildi. Bundan maqsad mamlakatimiz suveren va obyektiv ma'lumotlar manbaiga ega bo'lishidir. Hozirgacha xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilib, bo'lajak sun'iy yo'ldoshning aniqligi va foydali yuklamasiga doir texnik talablar aniqlandi. Taqdimotda ilmiy texnologik salohiyatni oshirish doirasida birinchi milliy ilmiy sun'iy yo'ldoshni yaratish loyihasi ham ko'rib chiqildi. Loyiha doirasida mutaxassislarni tayyorlash va muhandislik jamoasini shakllantirish 2028-yilda Mirzo Ulug'bek nomli ilmiy sun'iy yo'ldoshni uchirish taklif qilindi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan birinchi milliy kosmonavtni tayyorlash va uni fazoga uchirish strategik vazifa sifatida belgilangan. Bu shunchaki ramziy qadam emas, balki mamlakatimiz ilmiy salohiyati, yoshlarimiz orzusi va milliy g'ururimiz ifodasi bo'ladi, dedi prezidentimiz. Milliy fazogirni qisqa muddatga 10-14 kunlik parvozga tayyorlash taklif qilindi. Bunday parvozlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro hamkorlik istiqbollar ko'rib chiqildi. Kosmonavtni fazoga uchirish aniq ilmiy dasturni amalga oshirish bilan uzviy bog'langan bo'lishi zarurligi qayd etildi. Zero bu yutuq mamlakatimizning xalqaro nufuzini oshirishi bilan birga ilmiy salohiyatni rivojlantirish, yangi loyiha va texnologik tashabbuslarning paydo bo'lishi, yoshlarning fan va texnologiyalarga qiziqishi ortishiga xizmat qilishi kerak. 2028-yilda Samarqand shahrida kosmos bo'yicha xalqaro kongress o'tkazish masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Unda AQSh, Yevropa, Xitoy, Hindiston, Rossiya va boshqa davlatlarning yetakchi kosmik tashkilotlari ishtirok etishga qiziqish bildirgan. Mas'ullarga ushbu xalqaro tadbirga yuksak saviyada tayyorgarlik ko'rish vazifasi topshirildi. Taqdimot yakunida Prezident Shavkat Mirziyoyev sun'iy yo'ldoshlar loyihalari va milliy fazogirni tayyorlash bo'yicha hisob-kitob hamda amaliy takliflarni puxta ishlab chiqish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi.